63. Oğul kız tug'ilsa qandoq tarbiyalash haqida. Sening oydek o'g'il qizing tug'ilsa, uyingda tarbiyaligin boshqalarga tashlab qo'yma. İniganılıqqa yaxshi va pok ayolni tap. O'g'il qizing pok o'sidi, qiyrigacha yashaydi. O'g'il qizingga bilim va adab o'rgatgin. Har ikki dunyo ular uchun foydali bo'ladi. O'g'lingni o'yla, qizingni yotliq qil. Ömrüngni g'amsiz o'tkizgin, ay qutlug' kishi. O'g'ilga har xil hunar fazilatni o'rgat. Bu hunar san'at bilan u mol dunyo yig'alaydi. O'g'lingni davomliq so'rashni qilib tur, bekor yurishga o'z mayliga qo'yib etma. Bekor yurgan bola o'z beshimchi oldironga bo'ladi. Qizingni uyda uzun vaqt arsiz saqlama. Og'rimay, pushaymon bilan o'lib ketsan. Ey do'st qarindosh, so'zni kaskin aytdim. Qiz degan tug'ilmasa, tug'ilsimi tirik turmasi yaxshi. Agar tug'ilsa, uningga yer qo'yni yaxshiroq. Uning uyi o'liklar joyiga, ya'ni qabristonlikqa qo'shni bo'lsa yaxshiroq. Xotinlarni doim uyda saqlagin, chunki xotinlarning ichi teshidek bo'lmaydi. Yotlarni uyga yo'latma, xotinni sirtga chiqarma. Ko'chada kishilar uni ko'rib yo'ldan ozdiradi. Ko'z ko'misa ko'ngil orzu qilmaydi. Ey o'g'lon, ko'zing ko'rganda ko'ngling xohlaydi. Ko'zingni boshqurg'in, ko'ngling xohlamaydi. Ko'ngil orzu qilmasa, kishi maftun bo'lmaydi. Yemak ichmakda ayolni erlarga qo'shma. Agar qo'shib qo'ysang, bo'ladig'ini bo'ladi. Ayolni uyning sirtidagi ishga buyurma. Agar sirtga chiqsa, to'g'ri yo'ldan azadi. Xotin asli bir go'shtdir. Go'shtni saqlash kerak. Go'shtni obdan saqlamasa, purab qoladi, iloj bo'lmaydi. Xotinni qadrla, nima so'rasa bagin. Uyingning eshigini bekitib, er kishini yaqin yo'latma. Azaldan bularda vafo yo'q. Ko'zi qayoqqa boqsa, ko'ngli shu yoqqa ketadi. U jafo bilan o'stirgan, parvish qilingan daraxtga o'xshaydi. Uning mevasi o'g'idir, uningga heris bo'lma. Necha minglagan erlarning ari yo'ldan ezib, xotinlar sababidan paylari uzilgan. Qanchilagan yuzi yo'ruq, obro'yli kishilar xotinlar sababidan oxiri yer bilan tang bo'ldi. Tumanning mashhur mard botirlarni xotinlar tirik yerga ko'mgan. Ularni qandoq tutish va qandoq saqlash kerak? Faqat saqlag'uchi Tangri o'zi saqlaydi.